2024-yilda ishlab chiqarilgan, 2025-yildan olib haydalgan Zikr 001 avtomobili kamroq yurgandan qidirib yurganlar uchun mashina 14900 km masofani bosib o'tgan ekan. Radnoy kraskada ekan, bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. U pozitsiyasi, U'ni ham dop opsiyaligi, opornilari perforatsiyali, katta supportli, hedab 360 kameralar bor, lidarlar bor, kapotda bronlari bor ekan. Kraskalar top-toza ekan, kamroq yurgandan qidirib yurganlar bo'lsa 14972 km. Monitorlari, xo'p, kalitlari, zapasini uydan olib beramiz deb aytishdi. Russifikatsiyalar bor, gazoviy krishalarda. Salon holatlari ham yengida, qiriladigan joylari hamma yoq laminatsiyada. Olib haydashga, balonlarning holati ham zo'r. 001 qidirib yurganlar uchun kamroq yurgandan uyda zaryadkalari ham bor ekan, uni ham qo'shib beramiz deb aytishdi. Zazorlarigacha olib maza qilib haydashingiz uchun 41500 bosinglar.